Yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash, turli millat va elat vakillarining o'zaro ahillikda yashashi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan Do'stlik uyida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi hamkorligida ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi rahbari Toshpo'lat Tugalov, milliy madaniy markazlar rahbarlari, ijodkor ziyolilar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda milliy madaniy markazlar faoliyati, turli millat vakillarining milliy qadriyatlarini asrab-avaylash va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, adabiyot va ma'naviyatning yoshlar tarbiyasidagi o'rni xususida fikr almashildi. Do'stlik bor ekan, qardoshlik bor ekan, xalqlar birlashadi, ulug' maqsadlar sari harakatlanadi, tinch totib yashaydi va yaratadi. Demak, mana shu do'stlik bizda ayni damda O'zbekistonda juda qadrli, ayniqsa 30-yilning Xalqlar do'stligi kuni deb e'lon qilingani juda muhim ahamiyatga ega. Xalqimiz bilan birga yashayotgan turli millat, elat vakillari o'zlarining mehnatlarini, o'zlarining orzu-umidlarini, quvonchlarini bugun baham ko'ryapti. Shu yurtda yashab, ulg'ayib, baxt topganini, tinchlikda, totuvlikda yashab kelayotganligini e'tirof etyaptilar. Biz ijodkorlar ham bu safda turib, mana shu do'stlikni, mana shu bunyodkorlikni, tinchlikni ulug'layapmiz. Tadbirning badiiy qismida do'stlik, tinchlik va vatanga sadoqat g'oyalarini tarannum etuvchi she'rlar ijro etildi. Milliy madaniy markazlar vakillari bunday uchrashuvlar xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni yanada mustahkamlashini qayd etdi. Prezidentimizning tashabbusi bilan Xalqlar do'stligi haftaligi tashkil qilingan. Shu narsa mana bugun davom etib kelyapti. Shu munosabat bilan mana shu bugun Do'stlik uyida to'plandik. Turli xil millatlar vakillari, raislari, ularning qatnashchilari mana ko'pchilik milliy o'zlarining kiyimlarida kelib turib tadbirda qatnashdi. Bir guruh Samarqandimizda ijodkorlarimiz mana kelib qatnashdi, shoirlarimiz qatnashdi. Men shu fursatdan foydalanib Xalqlar do'stligi bayrami bilan butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman. Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan tashkil etilgan ushbu tadbir millatlararo totuvlik va o'zaro hurmat muhitini yanada mustahkamlash, yosh avlodni bag'rikenglik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qildi.